Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Choy va ishqorlar. Bugun xudo xolasa Toshkentdan mehmonlarimiz kelgan ekan. Xudo xolasa bugun Toshkentdan mehmonlarimiz kelgan ekan. Viloyat boshlig'i Abidov Sherzod og'amiz ham shu yerda. Endi ki hayvonot olamida 100% bo'lsak kasalliklar hammasini, masalan mastitlar bor, kasalliklar bor, makroelement yetishmovchiliklari hammasini agar 100% bo'lsak, infeksion kasalliklar 5-10% tashkil qiladi. 5-10%. Lekin o'sha 5-10% ichidagi bitta kasallikdan keladigan kasalliklari qolgan 95%ni qoplab ketadi, bosib ketadi. Infeksion kasallik degani bu yo mikrob yoki virus yoki zamburug' chaqiradigan kasalliklar infeksion kasalliklar deydi. Uni ma'lum bir qo'zg'atuvchisi. Ana endi qo'zg'atuvchilar qachon rivojlanadi? Qachonki hayvondan hayvonga o'tadi-ku kasallik. Kuchayib boradi. Shuning uchun o'sha kasal har qanday kasal hayvon o'zidan bilan fe'ligi bilan oldin to'lay ovqati yara bo'ladi yo boshqa homilasini suvi bilan homila bilan bu endi chorva haqida gapiryapsiz. Bu narsa inson uchun ham shunday. Endi masalan tibbiyot insonni davolaydi, veterinariya insoniyatni asraydi. Ya'ni siz biz chorva bilan aloqador bo'lgan odamlar insoniyatni asrovchimiz. Agar kasal hayvonni qo'yib nazarga olib chiqsak, kasallik sog'lom hayvonni olib chiqsak, demak odamlar ham o'sha joyda nima bo'lmaydi, kasal bo'ladi. Nuqtai nazardan bizga hukumatimiz bir oylik dezinfeksiya xizmatlari ham boshlandi. Hozir barcha choyxonamiz dezinfeksiya bo'ldi. Dasing. Kasalliklarni oldini olish uchun hammasini batafsil video davomida ko'rib boraverasizlar. Boragandan zayro salay. Safha chiqib. Jonosiz qo'sh. holati bo'lishi kerak. Yashak. Doktorlarimiz ham mana shuna xizmatda. Ana hurmatli obunachilar, videoni batafsil ko'rib boraverasizlar, xudo xolasa. Hammasini qo'ldan kelgancha yaratib borishga harakat qilamiz videoni. Sizlar shu bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Shunga manfaatli chiroyli videolarni ko'rib boramiz. Birinchilari bizda bo'ladi, hamisha. Keyin boshqalar deydi-ku. Yana dezinfeksiyaning birinchisi bizda, keyin boshqalarda xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, dezinfeksiya holatimiz boshlandi, xudo xolasa.
Ana mehmonlarımız ham shu yerda. Hurmat qilmoqchilar. Hurmatli obunachilar, bu kasalliklarni eldan oladi. Hozir ko'rib turibsizlar, har xil kasalliklar bo'lib turibdi. Shu kasalliklarni oldini oladi. Tozalantırib aytadi, during. Yung. Hurmatli obunachilar, mollarning hammasi xudo xolasa 100% sog'lom. Görüntüsü videoda görgenlerinizde her ayda yazın istiq günleri her ayda 2 marta dezinfeksiya bo'ladi. Şu holatda